Ramazon yetib keldik eshigingizga. Qo'chqordek o'g'il bersin beshigingizga. Tur! Turdi andan, Voy. Turdi. Ne kelding o'zi? Tur ketdi, iftorlikka tog'ga chiqib masjidga ichib kelamiz. Otam sog'inib ketdi seni, ketdi. Uyim ketdi. Qana qolgan deysan o'zi? Yana nima bo'ldi? Tinchlik-a? Uyimda hashar bo'lyapti, sen qarashmasa kim qarashadi? Sog'inib ketdi, yer ketdi. Yer ketdi. Gaplashamiz, men ketdim. Bo'pti, ko'rishamiz. Shunaqa qilyapsan, ha? Sen chillimisan, hov oldindan ketding. Seni sog'inib ketdim-da, mahallani boshiga chiqib ko'rsatib qo'y. Gaplashib chiqaylik, yer ketdi. Zarafda maksimus servisimizni likbo'y mexanika mashinasi avtomat kompyuter beramiz. Agar buzg'imizni bitta pasport bilan plastikka nasi savdoga ham qo'yib beramiz. Bemalol bo'lib to'layveradi. Ishxonaga ham keldingmi nimaga? Sen sog'inib ketdim, azim gaplashib o'tiraylik, yer ketdi. Bo'pti, yer ketdi. Kim ketdi o'rtoq? Kuniga 2-3 mahal san sog'inib ketdim. Yur ketdi, yo'lga boramiz derdik. Dur yur ketdi endi. Qatki iftorligiga boramiz. Dur yur ketdi, kimnikiga qasabga boramiz o'rtoq. Dur yur ketdi. Qatki kuzatib qo'yish kerak. O'zim yelkamda olib borib qo'ymaymanmi? San sog'inib ketdim-ku. Dur qo'yindi o'rtoq. Dur yur ketdi, san sog'indim deydi o'rtoq ilani. Orada qatib yetdinglar. Keyin yoninglarda bo'lmasligi mumkin ekan.